Ichki ishlar vazirligi akademiyasida yangi O'zbekiston tumaristlari ko'rik tanlovi bo'lib o'tdi. Unda Jamoat xavfsizligi universiteti, Bojxona instituti, Xalqaro islom akademiyasi va Ichki ishlar vazirligi akademiyasida tahsil olayotgan talaba va kursant qizlar o'zaro bellashishdi. Yoshlar qalbida milliy qadriyatlar, ona vatanga mehr va sadoqat tuyg'ularini kuchaytirish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Buyuk ajdodlarimizning hayot yo'li bu borada chinakam ibrat va tarbiya maktabi bo'lib xizmat qilmoqda. Prezidentimizning 5 muhim tashabbusi doirasida yoshlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, qizlarning ta'lim olishlari uchun munosib shart-sharoitlar yaratish, intellektual salohiyatini ro'yobga chiqarish, yangi O'zbekistonning ertangi kuni uchun yetuk, bilimli, vatanparvar, jasur va fidoyi yoshlarni kamol toptirish tadbirning asosiy maqsadi bo'ldi. Ko'rik tanlov ishtirokchilari ikkita shart bo'yicha o'z iqtidorlarini namoyon etishdi. Jamoalarning chiqishlari hakamlar hay'ati a'zolari tomonidan baholab borildi. Qiziqarli sahna ko'rinishlariga boy tarzda o'tgan ko'rik tanlov yakunida Ichki ishlar vazirligi akademiyasi kursantlari eng matonatli jamoa, Jamoat xavfsizligi universiteti kursantlari eng kreativ jamoa, Bojxona instituti kursantlari esa eng iqtidorli jamoa va Xalqaro islom akademiyasi talaba qizlari eng ijodkor jamoa nominatsiyasiga sazovor bo'lishdi. Taqdirlash marosimida so'z olganlar ta'lim sohasida amalga oshirilayotgan keng qamrovli islohotlar yurtimiz yoshlarini ulug'vor maqsadlar sari birlashtirishda ustuvor ahamiyat kasb etayotganini alohida e'tirof etishdi. Ko'rik tanlov ishtirokchilariga diplom va esdalik sovg'alari tantanali ravishda topshirildi.